Endi gerbitsidlarda asosan ikki xil yo'nalishda biz sepamiz, ya'ni ta'sir qilish turiga qarab turib ikkiga bo'linadi. Chiqishdan oldin sepadigan mana quruq yerga sepamiz. O't 5-10% yerda bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa top-toza yer bo'lishi kerak. Bu yomg'irdan oldin sepiladi. Aytaylik, fevral oylarida sepish uchun eng qulay vaqt hisoblanadi. Martning boshigacha hali o'tlar chiqishga ulgurmagan bo'lishi kerak. Urug'dan chiqadigan har qanday o'tni urug'larda o'ldiradi. Nima hosil bo'ladi? Bunga masalan biz bog'larda eng ko'p qo'llaydigan Alion, u haqda yana to'liqroq bu yerda ma'lumot olasizlar. Biz Alion ishlatamiz, keyin mana Stompda eshitgansizlar, u ham yaxshi ish beradi, lekin bog'lar uchun Alion 6 oydan 8-12 oygacha nazorat beryapti va u urug'lar chiqishdan oldin qiladi. Yomg'ir bilan yerga singandan keyin parda hosil qiladi yer ustida. Har bitta urug'dan chiqayotgan, u ajriqda urug'i bo'lsin, g'umeyda urug'i bo'lsin, 1 yilliklar o'tlarda urug'i bo'lsin, hammasini o'ldiradi. Ildizdan chiqayotgan ko'p yillik ajriq g'umeylarda agar ildizdan chiqadigan bo'lsa, ularga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun, demak, o'tlar chiqishdan oldin sepadiganimiz bor va chiqqandan keyin sepadiganimiz bor.